Здравствуйте, ассаламу алейкум. Уважаемые члены комиссии, сейчас мы проводим собеседование по отделу пара металлургии Сухасмер Ралжан Бөлімі на должность начальника отдела. У нас на сегодняшний день два кандидата, которые прошли положительные тесты, заняли высокие баллы. И на сегодняшний день у нас Мамадкулов Насирович и второй кандидат по неизвестным причинам пока еще не явился, но мы будем ожидать, если он не явится до конца данной беседы, то мы закончим нашу беседу. Извините, Насирович. По каждому вопросу, по одному вопросу член комиссии будет задавать. Итак, Садыев Гайрат Мухамадиевич, руководитель управления, Магдиев Фазылхан Насимович, верно, профсоюз, Мерджалиев Азизден, главный специалист службы compliance, и я, Тамшина Бескалева, отдел HR и секретарь данного собеседования. Прошу вас. Hozirgi kunda qora metallurgiya sohasida hozirgi tendensiyadan kelib chiqib qanaqa muammolar, masalalar bor? Hukumat tomonidan, vazirlik tomonidan qanaqa ishlar qilinyapti? Nimaga e'tibor berilyapti? Shuni qisqa lo'nda javob bersangiz. Respublikada rivojlantirish bo'yicha ularning eng asosiy muammolaridan bittasi bu temir xomashyosiga bo'lgan tanqislik. Respublikamizda sredney statistika bo'yicha 1,2 million tonna temir xomashyosi yig'iladigan bo'lsa, 4,5 million tonna atrofida temir tarkibli xomashyoga bo'lgan ehtiyojimiz mavjud. Shundan kelib chiqib, o'sha 20-25% o'zimiz respublikadan yig'iladigan xomashyo hisobiga, qolgan 75% xomashyo importdan olib kelinish hisobiga ta'minlanadi. Bugungi kunda qora metallurgiya sohasi bo'yicha faoliyat yuritadigan korxonalarga o'sha importdan olib kelingan xomashyolarni transportdagi subsidiyalarni, tashish tariflariga narxlarni kamaytirish bo'yicha qarorlar belgilangan. Ular bo'yicha o'sha xomashyoga sarflanadigan xarajatlarni bir qismini korxonalarga qoplab berish bo'yicha qarorlar mavjud. Shu bilan birga, misol uchun o'zbek kombinati oladigan bo'lsak, o'sha o'zbek kombinati ham xomashyo ishlab chiqarish bilan bog'liq hozir loyihalar amalga oshirilyapti. Shu bo'yicha ham hukumat miqyosida o'sha sanoat iqtisodiy zonalarga beriladigan imtiyozlarni ham shu loyiha ishlab chiqarishga qo'llanishi belgilangan. Hozirgi kunda o'sha qora metallurgiya strategiyasini 2030-yilga qadar qora metallurgiya strategiyasini ishlab chiqish bo'yicha vazifa topshiriqlar belgilangan. Vazirlik tomonidan xalqaro konsalting kompaniyasi KPMG'ni jalb qilgan holda ushbu strategiya ishlab chiqildi. Bugungi kunda tegishli hujjat loyihasi ishlab chiqilib, belgilangan tartibda kelishli vazirlik idoralari bilan kelishish jarayoni ketmoqda. Bunda o'sha qora metallurgiya korxonalariga o'sha xomashyolarni bilan ta'minlash bo'yicha bir qator imtiyozlar, preferensiyalar ko'rsatib o'tilmoqda. Muhammad Nasirovich, men kasaba ijtimoiy yo'nalishi bo'yicha savol bermoqchi edim. Shu jamoa shartnomasi to'g'risida tushunchalarni aytib bersangiz. Vazirlik o'zinikimi yo'qmi? Umuman jamoa shartnomasi o'zicha. Jamoa shartnomasi shu kollektivniy dogovor deyiladi o'zchasiga. O'sha ma'lum bir jamoaga o'sha ishchilarni rag'batlantirish maqsadida, ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida shu kasaba uyushmasini qonunchilik hujjatlari bilan belgilangan, chetga chiqmagan holda o'sha belgilangan imtiyozlar majmuasi desa ham bo'ladi. Bu yerda o'sha har bitta ishlab, misol uchun kasbga qarab, ish faoliyatiga qarab, ishning og'irligi, yengilligiga qarab
Misol uchun ta'til vaqtlari qanaqa imtiyozlarga ega bo'lishi, misol uchun qanday misol uchun ta'tilga chiqadigan bo'lsa, qandaydir sog'lomlashtirish markazlaridan foydalanishi, shunga o'xshashliklar ko'rsatib o'tilgan. Rahmat, men Oylik masalalari bo'yicha. Korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishi bo'yicha korrupsiya holatlari uchun amaldagi qonunchilik bo'yicha qanday turdagi javobgarliklar nazarda tutilgan? O'zi manfaatlar 2024-yil chiqqan manfaatlar to'qnashuv degan qonunimiz chiqqan 2024-yil 5-iyunda. O'shaning 4-moddasida asosiy vazifalari etib shu birinchi navbatda har bitta bunaqalar qonuniy bo'lishi kerak. Davlat, aholi, tashkilotlarning manfaatlari ustuvorligi bo'lishi kerak. Ochiqlik, shaffoflik bo'lishi kerak, qonuniylik bo'lishi kerak. Shu manfaatlar to'qnashuv bo'ladigan bo'lsa, o'shanga nisbatan keskin choralar ko'rilishi kerak bo'lishi kerak. Agar shulardan chetga chiqiladigan bo'lsa, shu qonun hujjatlarida keltirilgan javobgarliklar. Javobgarlik. Korrupsiya holati bo'yicha amalga oshirilgan qanaqa javobgarlik nazarda tutilgan amaldagi qonunchilik? Shu ma'muriy javobgarliklar bo'lishi mumkin. Ma'muriy javobgarlik bo'lishi mumkin. Agar endi uni javobgarligi qilayotgan narushение Qaysi turdagi deyapmiz? ma'muriy javobgarlik, Ma'muriy javobgarlik, jinoiy javobgarlik. Endi shuni so'rayapsiz. bu naqasiga qarabdi. Jinoiy Qaysi tur, qanaqa turdagi buzilishiga qarab. Eng oddiysi ma'muriy bo'lsa, o'sha dalil ketaveradi. intizomiy, jinoiy, ma'muriy javobgarliklar. Savolim bersam, davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunga muvofiq davlat xizmatchiga qanday cheklovlar belgilangan? Cheklovlar endi har bitta korxona tashkilotda o'zini sirlari bo'lishi kerak. Sirlari bor, o'shani chiqarmaslik. Keyin xorijga chiqadigan bo'lsa, o'sha birinchi navbatda o'sha kerakliliklarni nuqtaga qo'yib, ogohlantirib, o'sha belgilangan tartibda keyin chiqilishi kerak. Xorijga chiqqan taqdirda ham o'sha belgilangan tartibda o'sha ishini olib borib, o'sha sir maxfiylik naqalarini saqlab qolish kerak. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish kerak emas. Bitta korxonada yaqin qarindoshlar bilan bo'lish kerak emas. Shu asosiy bo'lish kerak. Rahmat. Rahmat sizga. Наше собеседование является законченным. Спасибо большое.